Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan O'zbekistonda va dunyoda kuzatiladigan so'nggi yangiliklar. Biz o'z ishimizni boshladik. Azizlar, yangiliklarimizdan to'liq ma'lumot olish uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'ling. Bugungi dasturimizda Toshkentda o'gay ona nega 13 yoshli qizini ayovsizlarcha qiynoqqa soldi? Batafsil videoda xabardor bo'ling. Internet tarmoqlarida Toshkent shahrida voyaga yetmagan qiz o'gay onasi tomonidan qiynoqqa solingani haqida video murojaat tarqalib turli muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, 1985-yilda tug'ilgan, nomi qisqartirilgan N.Sh. Yunusobod tumanida joylashgan yashash xonadonida o'gay farzandi 2013-yilda tug'ilgan, nomi qisqartirilgan N.G.ni bir necha marotaba urib, jismoniy ta'ziq o'tkazgan. Mazkur holat yuzasidan jabrlanuvchi muqaddam ichki ishlar organlariga murojaat qilmagan. Hozirda voyaga yetmagan jabrlanuvchi Toshkent shahar ichki ishlar bo'limi boshqarmasi voyaga yetmaganlarga ijtimoiy-huquqiy yordam ko'rsatish markaziga joylashtirilib, davlat organlari tomonidan himoyaga olingan. Mazkur holat yuzasidan Yunusobod tumani ichki ishlar organlari M.E. huzuridagi tergov bo'limi tomonidan gumonlanuvchi nomi qisqartirilgan N.Sh.ga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 110-moddasi qiynash bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari to'liq va har taraflama olib borilib, qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi. Jinoyat ishi bo'yicha Ichki ishlar vazirligi tomonidan nazoratga olingan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanida 7 yoshli bola onasi va o'gay otasi tomonidan kaltaklangan edi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.